Assalomu hurmatli kuzatuvchilar. Yo'lda ko'ryapsizlarmi yo'lda? Bir sazlaylik mana. Bir yuqoriga chiqsan endi bu yedim. Mayli, rahmat. Aziz do'stlar, men Ko'kdala tumani Naymansaroy mahallasidan murojaat yo'llayapman. Yo'limiz juda achinarli holda. Qish, yomg'ir, bahor payti, kuz paytida mana shu ahvolga kelib qoladi. Yurib bo'lmaydi. Bu ancha yillardan beri ta'mirlanmagan. Hamma yerni suv bosib yotibdi. Ko'lmak bo'lib yotibdi. Qayerdan yurayin desa bilib bo'lmaydi. Oilamda, onamda, yo farzandlarimda doktorga olib borish kerak bo'lsa, mana shu yerdan olib o'tamiz. 30 ming aholini bog'lab turadigan yo'l mana shu yer. Tez yordamimiz ham mana shu yerda, pajanimiz ham mana shu yerda. Endi tasavvur qiling, tez yordam bo'lsa mana shu yerdan qanday tez borib bo'lishi mumkin? Bu yo'llar rasi olib jatdi. Jerib bo'lmaydi mana. Hadavay turib deyiladi. Mashinda olib shoda qildi. Yangi mashin mana rasi bo'ldi. Bekoz gapirib bering. Gap ojiz bu yo'lga. Bironta bir shikoyatimiz yo'q. Bir aytiladigan narsa shu yo'limiz sozlab kelsa hammamiz xursand bo'laydik. Ko'rib turibsizlar qandayligini. Bu endi shuncha elimiz obod bo'lib yotdi, shu yillarga endi vaqt soati kelgandir. O'ynab kulib yuraylik endi. Nasib bo'lsa shu xodimlar, shu yerga berkitilgan odamlarga yetkaringlar nasib bo'lsa. Harakatni qilsin. Mana prezidentimiz qancha yordam qilib yotdi. Yo'l uchun, mana endi Qashqadaryo uchun necha ming kilometrlik yo'l sozlanishi aytilgan. Shular inobatga olsin shahar uchun. Mayli. Bu yo'l rasoviyat aka, kim ta'mirlaydi buni? Yordam qilasizlarmi? Bo'pti, omon bo'l. Baliq bakmasak bilmem kalan bu. Bu yo'llarni qachon sozlaymiz? Sozlash imkoniyati bo'lsa-ki yoki davlatdanmi yoki odamlardan bir yig'ishtirib kelish kerakmi? Qilamiz mayliga. Yozda chang, batqoq ko'ryapsiz-ku uni. Qarang. Mana shu bir kunda 3-4 marta o'tib qaytamiz. Mana yo'lda ahvolini ko'rib turibsizlar. Bir asfalt bir hech qilmasa shag'allashtirib bersam bir yordam qilardi davlatimiz. Ko'kdala hokimimizdan iltimos qilamiz, yo'limizni bir ta'mirlab bersin, ta'mir holatiga keltirib bersa juda yaxshi bo'lardi.